Hammaga salom. Bugun tuzun nasl qilamiz. Tuxumli xolades. Tuxumni chaqib, aralashtirib olamiz, tuz solib. Oltita tuxumni chaqib oldim. Mana qilib tuxum idishini o'zida ham quysa bo'ladi. 6 taga 12 marta shunday qilib quyish kerak yoki qoshuvda 12 qoshiq suv qo'yish kerak. Yaxshilab aralashtirib olamizda, endi buni manti qozonga idishchalarga solib qo'yamiz. Qo'yib oldik. Mana ikkita idishda chiqyapti, bitta katta idishda, kichkina. Ko'kat qo'yish esimdan chiqdi. Chiroyliroq chiqsin deb hozir ko'kat qo'yib yuboramiz. Tayyor bo'ldi. Endi kesib olamiz. Chiroyli bo'lib, xolades bo'lib chiqadi. Bunga olivko'va maslo qo'yib yesa ham bo'ladi. Boshqa ovqatlarga qo'shib yesa ham bo'ladi. Endi maza qilib yeymiz. Yoqimli ishtaha hammaga. Yumshoq.